Assalomu alaykum. Mavzu Mehrobdan chayon asari. Audio matnda qatnashadi G'ulomjonova Marhabo va Norqulova Hiloli. Mehrobdan chayon mashhur o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriy tomonidan yozilgan tarixiy ijtimoiy romandir. Asar 19-asr oxiri, 20-asr boshlaridagi Turkiston hayotini, ayniqsa Buxoro amirligi davridagi siyosiy va ijtimoiy muhitni tasvirlaydi. Yozuvchi bu roman orqali jamiyatdagi adolatsizlik, poraxo'rlik, johillik va mansabparastlikni keskin tanqid qiladi. Asarning eng asosiy mazmuni roman voqealari Buxoro amirligi, saroy hayoti va oddiy xalq turmushi bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanadi. Asarning bosh qahramoni Anvar ilmli, halol, vatanparvar va jasur yigit. U adolatni hamma narsadan ustun qo'yadi. Anvar jamiyatdagi buzuq tartiblarga, amaldorlarning zulmiga va ikkiyuzlamachilarning qarshi chiqadi. Asarda Ra'no obrazi ham muhim o'rin tutadi. U go'zal, aqlli va oriyatli qiz bo'lib, Anvarning sevimlisidir. Ularning muhabbati pok va samimiy bo'lsa-da, jamiyatdagi to'siqlar va adolatsizliklar bu baxtga xalal beradi. Yozuvchi saroy amaldorlari va diniy rahbarlar obrazini ham ochib beradi. Ular tashqi tomondan dindor va hurmatli ko'rinsalar-da, aslida mansab va boylik orttirish yo'lida har qanday pastkashliklarga tayyor shaxslardir. Shu jihatdan asar nomi ramziy ma'noga ega. Asarning nomi va g'oyasi mehrob, masjiddagi muqaddas joyni bildiradi. Chayon esa zaharli hasharotlar bo'lib, yashirin xavfni anglatadi. Yozuvchi bu nom orqali shuni ko'rsatmoqchi bo'ladiki, muqaddas deb hisoblangan joylarda ham xiyonat, yovuzlik va adolatsizlik bo'lishi mumkin. Ya'ni tashqi ko'rinish har doim ham ichki haqiqatni aks ettirmaydi. Asarning eng asosiy ahamiyati. Roman o'zbek adabiyotida realizm yo'nalishining yorqin namunasi hisoblanadi. Abdulla Qodiriy asar orqali xalqni ilm-ma'rifatga, adolatga va halollikka chaqiradi. U jaholat va zulmga qarshi kurashish g'oyasini ilgari suradi. Mehrobdan chayon nafaqat muhabbat qissasi, balki chuqur ijtimoiy mazmunga